Alaykum. Men Toshtemir Bekzod Shirinboyevich. 10 yillik malakaga ega nevropatologman. Bugun umumiy qon tahlili haqida ma'lumot bermoqchiman. Umumiy qon tahlili har bir bemor kishi ham, sog'lom odam ham o'zi uchun topshirishi kerak bo'lgan analizdan turi hisoblanadi. Umumiy qon tahlilida topshirganda umumiy qon tahlili organizm haqida ma'lumot beradi va undan tashqari har xil kasalliklar haqida ham ma'lumotlar beradi. Umumiy qon tahlili topshirganda asosan kasallikdan keyingi holatda topshirsa agar, o'shanda aniq kasallik haqida ma'lumoti ko'proq bo'ladi. Bemorlarga umumiy qon tahlili topshiring deyilganda, ko'pchilik bemorlar topshirganman, bir oy oldin topshirganman deb aytishadi. Bu bir oy oldingi topshirgan analizlar kasallik boshlanganiga agar bir hafta bo'lgan bo'lsa, uni topshirganini bu kasallikka hech qanday aloqasi bo'lmaydi. Umumiy qon tahlilini asosan kasallik boshlangandan keyingi topshirilgan umumiy qon tahlili shu kasallik haqida ma'lumot beradi. Umumiy qon tahlili topshirganda ham to'liq tekshiradigan joyga topshirgan yaxshiroq. Ayrim joylarda tekshirishadi, faqat gemoglobin ko'rsatiladi, yo bitta leykosit ko'rsatib beradi, soyini ko'rsatib beradi, 3 ta yo 4 ta ko'rsatkichini ko'rsatib beradi. Bu qon esa organizm haqida to'liq ma'lumot bermaydi. Qon analizi organizm haqida ma'lumot berishi uchun quyidagi jadvaldagi ma'lumotlar hammasi to'liq ko'rilishi shart. O'shandagina kasallik haqida ma'lumot, organizm haqida ma'lumot olish mumkin. Bu ko'rsatkichlar normal holatda ko'rsatilgan. Endi bunda har bitta ko'rsatkich kamayishi va ko'payishida qanday o'zgarishlar bo'lishi haqida ma'lumot beraman va o'shalar nimalarga javob berishi haqida ma'lumot beraman. Leykositlar normada 4-10 milliard na litr bo'ladi. 1 litrda shuncha bo'ladi. Bu 3 ta vazifani bajaradi. Bu birinchisi antigen ishlab chiqaradi, ikkinchisi patogenlarni yo'qotadi. Patogenlar bular organizmga tushgan mikroorganizmlar, kasallik chaqiruvchi mikroorganizmlar hisoblanadi. Keyin organizmda mutatsiyaga uchragan hujayralarni parchalaydi. Leykositlar oshishi leykositoz deyiladi, kamayishi esa leykopeniya deyiladi. Leykositoz yallig'lanish kasalliklarida oshadi, o'tkir bakterial infeksiyalarda oshadi, keyin travma va operatsiyadan keyin ko'tariladi va o'tkir leykoz kasalligida ko'tariladi. O'tkir leykoz bu qon raki, ya'ni oq qon kasalligi hisoblanadi. Kamayishi esa kimyoterapiya olgan bemorlarda kamayadi, virusli infeksiyalarda kamayadi, autoimmun kasalliklarda kamayadi, gipotireoz va vitamin B12 yetishmovchiligida kamayadi. Neytrofil qonda 2-7 milliard litr bo'ladi. Foizda esa 50-70% bo'ladi. Bu organizmda shamollash va infeksiya tushishidan saqlaydi va bunda fagositoz xususiyati bo'lib, organizmga tushgan mikroorganizmlar, bakteriyalar, viruslarni parchalaydi. Neytrofillarda oshishi o'tkir bakterial infeksiyalarda, yallig'lanish kasalliklarda, travma va operatsiyalardan keyin intoksikatsiyalarda oshadi. Kamayishi kimyoterapiya olgan bemorlarda, virusli infeksiyalarda, autoimmun kasalliklarda, autoimmun zo'riqishlarda, gipotireozda, vitamin B12 yetishmovchiligida kamayadi. Limfotsit. Limfotsit organizmda 0.8 dan 4 milliard litrgacha bo'ladi. Foizda 20-40% tashkil qiladi. Bu organizmda immun sistemasini ko'rsatib beradigan holat. Undan tashqari bu organizmda armiyasi ham hisoblanadi. Bu organizmga tushgan patogenlarni eslab qoladi va keyingi safar tushganda o'shanga qarshi immun tizimni tezroq faollashtirib, tezroq shu holatdan qutulishga yordam qiladi. Undan tashqari organizmdagi o'zini hujayralarini ham o'ldiradi, qaysiki organizm bu hujayralar keraksiz deb topilganda yoki xavfli deb topilgan hujayralar bo'lsa, o'shalarni ham o'ldirish xususiyatiga ega. Bu asosan SPID kasalligida va immun sistema tushib ketganda ko'proq kuzatiladigan holat. Limfotitlar oshishi virusli infeksiyalarda oshadi. Undan tashqari organizmdagi organlar kattalashuvida, oshqozon osti bezi, jigar, buyrak, taloq kattalashishida, keyin endokrin sistemada o'zgarishlarda, qalqon simon bez kattalashuvida oshadi. Limfotitlarda pasayishi aplastik anemiyada, virusli va bakterial infeksiyalarda, immunitet pasayishida, keyin oqsil yetishmovchiligida
Monotsit qonda 0,12 dan 1,2 milliard millilitrgacha bo'ladi. Foizda esa 3-12% tashkil qiladi. Monotsit o'lgan hujayralarni yo'qotadi. Undan tashqari, virus va mikroblarga qarshi vosita ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Monotsit oshishi infeksion yallig'lanish kasalliklarda, autoimmun kasalliklarda, monotsitlar kamayishi esa vitamin B12 yetishmovchiligida, immunitet tanqisligida, immunitet pasayishida ko'proq kuzatiladi. Eozinofillar qonda 0,02 dan 0,5 milliard millilitrgacha bo'ladi. Foizda esa 1-5% tashkil qiladi. Bu organizmni har xil mikroorganizmlardan himoya qiladi. Bularga hujayralardan tashqari zamburug'lar, gijja kasalliklari, bakteriyalar va har xil parazitlar kiradi. Eozinofillarning oshishi organizmda allergiya holatlar bo'lganda, immunitet kuchsizlanganda, gijja kasalliklarda, astmada, endokrin kasalliklarda, onkologik kasalliklarda oshadi. Eozinofillarning kamayishi og'ir leykopeniyada, asabiy zo'riqishlarda, stresslarda, glikokortikoid va steroidlar qabul qilganda, jismoniy zo'riqishda, homiladorlikda, menstrual siklning ikkinchi fazasida kamayadi. Bazofillar qonda 0 dan 0,1 milliard millilitrgacha bo'ladi. Undan tashqari foizda esa 1% gacha bo'ladi. Bular ham eozinofillarga o'xshab allergik reaksiyalarda ishtirok etadi. Undan tashqari sitokin oqsilini ishlab chiqaradi. Bu boshqa immun sistema hujayralar faoliyatini oshirishda ishtirok etadi. Bazofillarning oshishi allergik reaksiyalarda, suyak illigi kasalliklarida, parazit va gijja invaziyalarida, gipotireozda, immunitet tushishida, keyin menstruatsiya va ovulyatsiya vaqtida oshadi. Bazofillarning kamayishi bu ximiyoterapiya va boshqa davo mo'ljalari olgandan keyin, sog'ayish davrida, gipertireozda, homiladorlikning 1-3 oyligida, keyin krapivnitsa va volchanka kasalliklarida pasayadi. Hozirgacha aytib o'tgan qondagi ko'rsatkichlarimiz qon raki, leykoz kasalligini qo'yishda asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.